O'rtoqlar, o'yindan o'ch chiqdi deydimi? Navbatdagi jang yaqin. Yaxshisi videoni oxirigacha ko'ringlar-da, fikringizni kommentga yozib qo'yasizlar. Nima gap? Hech bo'lsa, shu bir kun kelib sen bilan tushib qolsam, yutqizib qo'ymay deb har kun shug'ullanyapman. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi. Yutish-yutqach Allohdan mehnat qilsang, kam bo'lmaysan. Faqat menga yopishmaganda farishtalar yaxshi gapga ham, yomon gapga ham omin qiladi. Assalomu alaykum. O'zingni asra. Tinobgan bo's. Sen mendan sal balandroq odasan, chunki alashib aytasan. Ustundagi futbolga yarasha xarakter ko'rsat. Ya, gap undan emas. Shu prosta oktagon seni bermoqchi bo'layapti-da. Bilasan-ku, hayotda oshna-og'ayni, do'st, jigardan ko'ra pul muhimroq. Shunga har ehtimolga qarshi harakatdaman-da. Hamma narsa bo'lib qolishi mumkin. Prosta jigar yolg'on gapirmayman-ku, bilasan. Oktagonning qoidasi maksimum 2 marta boqadi, keyin bitta qoqadi. 2 marta boqadi, bitta qoqadi. Beganaga, chetdagilarga qoqtirgandan ko'ra o'zingni jigaringga qoqtirib qo'ya qolgan yaxshi deb o'ylayman. Eng yaxshisi shu jigar. Xavotir olmashda qoqtirish niyati yo'q, chunki biz erkakmiz. Faqat qoqib yurganmiz. Shuncha vaqt sekin ana qildik, ana endi haqiqiy zirg'ilishni, zarajni boy bo'layotgan doshni. Oktagonga keladigan bo'lsak, oktagonda sammas endi men qira olman. Endi xohlagan ishimni men qilaman. Kim bilan urushaman, kim bilan urushmayman. Oktagon bilan kelishuvimiz bor. Oktagon men nima qilishimdan oldin yoki ular nima qilishdan oldin birga maslahat qilamiz. Chunki oktagonda erkatoyi, kenjatoyi hozir menman. Xavotir olma, men o'zbeklar bilan urush niyatim yo'q. Sen nima xohlayapsan, nima qo'yyapsan bilmayman. Sen bilan bitta zalda ham hal qilib qo'yamiz. Zalda ham bir zaryajni bir mana sparingda hal qilib qo'yamiz. Men klitkada sen bilan yoki boshqalari bilan, men kuchli bo'lsin, kuchsiz bo'lsin urushmoqchi emasman. Men boshqa yurtliklar bilan urushaman. Joning sog' bo'lsin. O'zing ham bilasan. Men sen urmasdan urib qo'yishim mumkin. Chunki men shu joygacha Alloh olib keldi va Alloh yetalab olib ketyapti. Ehtiyot bo'lgin. Ehtiyot bo'lgin, bolakay. Shuncha yilga olib yurganingni 15 minutlik boyda to'kib qo'yma. Tushuntira oldimmi? Mani tepadagi gaplarim hazil-huzul-kuya. Lekin seni eng bitta minusingni aytaymi? Meni senga dushman qilib qo'yishim mumkin bo'lgan. Shuncha yildan beri oktagonga mehr berdim-da, men qira olman. Eski media bayeslar u bu, endi men qira olman degan narsang ikkalamizni dushmanchilikka olib kelib qo'yapti. Oktagon nima uchun Odilxonni bunchalik